Assalomu alaykum barchaga. Bugun 15-sentyabr 2025-yil soat 15:08 vaqt o'tdi. Oltin instrumenti har doimgidek doimiy savdoyimni boshladim. Savdo sessiyami birinchi o'rinda haftalik time framedan boshlaymiz, chunki bugun dushanba, haftaning boshi. O'tgan haftamiz bichiy holatda yopilgan. Bu birinchi ma'lumot. Ikkinchi ma'lumot, bilamizki oltin instrumenti juda ham yaxshi kuchli trendda, buy trendda. Bu уже ikkinchi ma'lumot. Haftalik time frame'da o'tmishda hech qanday kartirovka yo'q. Mana bu joyda hech qanaqangi narx-navo, qarshilik yoki himoya zonalari yo'q. Bizga ma'lum bo'lgan hozirgi qarshilik zonasi aynan mana bu o'tgan haftadagi svechaning soyasi hisoblanadi. Haftalik time frame uchun bu kuchli qarshilik emas, kichkina time frame'lar uchun qarshilik hisobida olishimiz mumkin. Haftalik time frame uchun hali beri qarshilik zonasi paydo bo'lganicha yo'q, shakllanganicha yo'q. Haftalik time frame'da qarshilik zonasi paydo bo'ladi qachonki birorta bir medveji svecha holatida biror hafta mana bunday holatda yakunlansa, liba tanasi uzunroq bo'lishi ham mumkin. Mana bunaqangi birorta bir medveji svecha paydo bo'lsa, haftalik time frame'da keyin значит mana bu joyda qarshilik zonasi paydo bo'ldi degan fikrga to'xtalsak bo'ladi. Hozircha haftalik time frame'da hech qanday qarshilik zonasi yo'q. Shunday ekan, bozor istagancha bayga yana dalshi o'sishi mumkin. Mana bu joyda 36.44 narxiga sariq liniya qo'yib qo'yganman. Mana shu sariq liniyaga hozir men buy stop joylashtirib qo'yaman va buni sizlarga sababini kichkina time frame'larda tushuntirib beraman. 36.44 новый order. Orderni tipidan отложенный order qilamiz, buy stopga olib boramiz. Narxini 36.44 joyga qo'yamiz, ustanovka qilamiz va grafikani qaytaramiz. Biroz oldin aytib o'tganimdek, mana bu o'tgan hafta bichiy holatda yopilgan, hali beri yangi qarshilik zonasini topgani yo'q. Bu hafta bugungi kungilik bo'lsa, birinchi pastga soyani qo'ydi, endi orqasiga obratni qaytib ko'tarilmoqchi bo'lyapti. Agar meni buy stopimni aktivatsiya qiladigan bo'lsa, aktivatsiya qilgan joydan mana bu svecha bichiy holatga aylanib ketish kerak bo'ladi. Bozorda shunaqa teoriya borki, agar birinchi pastga soyani qo'yib tushgan svecha va orqasiga qaytib ko'tarilib o'zini tusini, turini, tipini o'zgartiradigan bo'lsa, to есть medveji svecha bo'ladi birinchi pastga yurgan paytda, obratni orqasiga qaytib ko'tarilsa-yu va bichiy svechaga aylanadigan bo'lsa, mana bu soya to'ldirish mumkin bo'ladi. Ancha muddatgacha yana qarama-qarshi tarafga yurish ehtimolligi bor. Bu bozordagi teoriyalardan bittasi. Menimcha buy stopimiz aktivatsiya qildi, bozor mana bu zilkani holati. Bu zilka hozircha turib tursin, men fikrlarimni dalsh aytishda davom etaman. Kulli time frame'da birinchi bo'lib himoya va qarshilik zonalarini belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu joy qarshilik, mana bu joy himoya. Himoya zonasi 1 marta, 2 marta va 3 marta test bo'lgan ekan. Qarshilik zonamiz 1, 2, 3 marta test bo'lgan ekan. Mana bunaqangi holat. O'rtalik range zona hisoblanadi. Ikkinchi o'rinda topishimiz kerak bo'lgan narsa toza yurilmagan joy topishimiz kerak. O'tgan hafta juma kungilik svechani mana bu soyasiga qaraymiz diqqat bilan. Mana shu joyni ko'radigan bo'lsak, bu hafta mana shu soyani to'ldirishimiz kerak. O'tgan hafta juma kungilik svechani pastdagi soyasini ko'ryapmizki, уже bugun yangilab bo'libmiz. Chunki bu joydan уже likvidatsiyani olib bo'ldi bozor. O'tgan haftadagi juma kungilik svechani minimumini yangilab, obratni orqasiga qaytib ko'tarilyapti. Men o'ylaymanki, katta ehtimol bilan bozor mana bu yuqorisini ham test qilgani, liba yangilagani, liba test qilgani katta ehtimol bilan ko'tariladi. Kunlik time frame'dagi fikrlarim mana shulardan iborat. 4 soatlik time frame'ga o'tamiz va ko'rishimiz mumkinki, juda ham chiroyli bozor range'ni ichida yuribdi. Range. Mana bu joy qarshilik, mana bu joy himoya. Buni oraliq zonasi doim aytaman, range zonasi. Mana bu joydagi svecha bichiy holatda yopilgan. To есть mana bu himoya zonani test qilib, bichiy holatda yopilyapti. Undan keyingi svecha obratni qaytib tushmoqchi bo'lyapti-da, lekin bu ham uzun soya qoldirib, mana bunaqangi holatda bichiy bo'laman degan holatda всё равно, lekin mana bu himoya zonadan, ya'ni range ichiga aralashib kirib qaytib yopilyapti. Aynan hozirgi holatdagi 4 soatlik svechamiz ham bu joyni buzib tushib pastga tushmoqchi bo'lgan, lekin 1,5 soatni ichida ham tushib, ham orqasiga ko'tarilib ulgu bo'lgan. Meni o'ylashim bo'yicha bozor katta ehtimol bilan mana bu yoqqa ko'tariladi. Mana bu joy test bo'ladi. Birinchi maqsad mana bu joy, ikkinchi maqsad mana bu joy. Nimaga aynan bunday? Chunki birinchi range, ikkinchi range mavzulari bor. Yaqinlashtiramiz. Mana bu joy birinchi qarshilik, mana bu joy birinchi himoya va mana bu joy ham qarshilik va mana bu joy ham himoya hisoblanadi. Birinchi range, ikkinchi range, uchinchi range. Bozor birinchi range, ikkinchi rangedan uchinchi rangega suqilyapti, obratni qaytib, yana ikkinchi rangega suqilib yopilyapti tanasi bilan. Uchinchi rangedan ikkinchi rangega yana qaytib ko'tarilib tanasi bilan yuqorida yopilyapti. Aynan mana bu svecha men uchun juda ham qiziqarli holatda turibdi.
Hozir buy stop qo'yib buyga zilka qilishimga asosiy sabablar mana shular hisoblanadi. Kunlik, haftalik va 4 soatlik. Kichkina time frame'da hozircha hech qanday mantiq yo'q. Endi nima qilamiz? To'ppa-to'g'ri tahmin qildinglar. Zilkani kuzatamiz. Deyishadi hayotda do'st bo'lmas ekan, bir bor g'ururin sotgan qaytib odam bo'lmas ekan, qanchalik kuchli bo'lmasin nafsin yenga olmas ekan, hamma o'yladi bu gaplarma haqimda emas ekan. U erim qammada o'z karvoni, o'sadi vaqtsari o'z karmoni, bo'lsa-da maqsadi ko'zlar yonib intilganligi Oskar bormi? Yuramiz o'ng yuramiz chap, lekin to'g'ri yurishni o'ylamaganmiz, qancha sirimizni ochganmiz, lekin haqiqiy sirlarni so'ylamaganmiz. Balki-da yana bir qancha eshiklar yopiladi, lekin hafsala solmasa yana qara qanchalik yangi yo'laklar topiladi. Harakatda barakat deb yuramiz asta, vijdonimizni qora kunlarga asrab, yo'q yuqorilab gohida pastlab, motivatsiya olinadi o'tmishni eslab. Ey, bilib bor, hayot qiyinchiligini bilib bor, bu hayotda bu ma'valo bor, bil ko'chadagi itlarni ham tili bor, insonlarning xillari bor, qarasak yeyu baxillari bor, hammasini o'z fe'llari bor, hammasini o'z tillari bor. Ey, nimalarga qodir odamni qahri, to'xtab bilsa-da hayotda mataxarin, kimlar gapiradi faqir haqida, harakat qilganda natija naqdida, gapi yengilmaganlari nechta soat 22:55 da ketish kerak bo'lgan. Vot o'rtoqlar, zilkani men mana shu joyda yopaman. Habibingiz ko'ryapmiz, zilkani men mana shu joyda yopdim. 62 punkt atrofida daromad qildik. 15 sentyabr kungi savdoyim mana shunaqangi holatda amalga oshdi. Bugungi zilka mana bu. Mana bu 005 da ochilgan zilkalarga e'tibor bermaymiz. Bu adashib ochilingan, boshqa shotda ochilinishi kerak edi. O'tgan safargi savdoda aytgandim bu to'g'risida yana bir eslatib qo'yaman. Barchalarga e'tiborlar uchun juda ham kattakon rahmat. Keyingi savdolarda, keyingi darsliklarda, keyingi video rollarni ko'rishguncha o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Depozitlar slit qilib qo'ymanglar. Gaplashamiz.